Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Prezident farmoni yosh bolasi borlar uchun ajoyib xushxabar hozirgina e'lon qilindi. Darhol barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bog'cha pulini yangi usulda to'lash imkoniyati yaratildi. 1-fevralga qadar nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot tizimi bolalar bog'chasi axborot tizimi negizida o'zaro birlashuvi hamda ularning yagona darcha tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Bolalar bog'chasi axborot tizimida barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari va tarbiyalanuvchilarining elektron davomatini yuritish, ish vaqti tabelini shakllantirish, tarbiyalanuvchilarning oziq-ovqat xarajatlarini natural shaklda hisoblash, bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi hamda boshqa to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu 2026-yilning fevralidan boshlab Toshkent shahrida tajriba sinovida tariqasida, 2025-iyuldan boshlab esa barcha davlat ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.